Bu logo Nike milliardlab qiymatga ega bo'lishining sababi emas. Aslida logolar ham, sloganlar ham brend yaratmaydi. Kuchli brendlar hikoya, maqsad va harakat bilan quriladi. Har bir buyuk brend hikoyadan boshlanadi. Masalan, Nike ikki asoschi, Bill Bowerman murabbiy va Phil Knight uning shogirdi. Bowerman sportchilarning natijasini yaxshilashga obsessiv darajada berilgan edi. Hatto bir safar yugurish poyabzali uchun yaxshiroq grip yaratish maqsadida rezinani vafli pishirishga quygan. Bowerman ham, Knight ham sport hayotini o'zgartira olishga ishongan. Bowerman shunday degan: "Agar taning bo'lsa, sen sportchisan." Shu hikoya aniq bir maqsadga olib keldi. Bizning vazifamiz har bir insonni sportchi bo'lishga ilhomlantirish. Aynan shu bitta ishonch hammasini ochib berdi. Ular kimga xizmat qiladi? Nega odamlar bunga ahamiyat beradi? Ular qanday ko'rinadi? Qanday chiqadi? Maqsad brendga yo'nalish beradi va bu yo'nalish logoda aks etadi. Nike swoosh belgisi, g'alaba mabudasi. Nike qanotlarini harakat, tezlik va impulsni ifodalaydi. Ma'noni yaratgan narsa logo emas edi. Ma'noni yaratgan narsa hikoya edi. Hikoya esa maqsadni tug'diradi. Endi harakat boshlanadi. Mahsulotlarda hamma uchun ochiq sport anjomlari odamlarni harakatga undaydi. Savdoda ilhom beradigan do'konlar, innovatsiyada harakatga undaydigan vositalar, kommunikatsiyada harakatga chorlaydigan reklama va aynan shu yerda slogan kuchga ega bo'ladi. Just do it. Bu ishonchga asoslangan chaqiriq. Siz ko'rayotgan hamma narsa faqat ichkaridagi hikoya va maqsadning natijasi. Hikoya, maqsad, harakat. Buyuk brendlar shunday yaratiladi.